أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alloh subhanahu va taolo o'zini Rob degandan keyin keltirgan sifatini qaraylik. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim bilan boshlab yana xuddi shu ma'no yana takrorlanyapti. Alhamdulillahi Robbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Alloh Rob, Rahmanir Rahim. 3 sifat kelyapti. Alloh va Rob va rahimligi. Alloh subhanahu va taolo Robbligi bizning ustimizda zo'ravonlik emas. Xuddiki bugun dunyoga qarasak, bizning ustimizga har qanday chiqqan podshoh bo'lsa, ustimizda bir boshliq bo'lsa, o'sha boshliqlik uning bir zo'ravonligini ko'rsatadi xolos. Lekin Alloh bandalarga bu narsadan oldin oldiki, Rob desa, butun olamlarni tadbir qilib turuvchi zot desa, bir qahri qattiq zo'ravon inson yoki shunaqangi narsaga o'xshatmaylar. Bu zotning rububiyati shunaqaki, rahmatga bog'langan rububiyat. Rahman ar-Rahimga bog'langan. Rahimlilikka bog'langan. Shunchaki zo'ravon podshoh emas yani. Rahman bilan Rahimni farqi, Rahman Allohning o'zini sifati, Rahim esa shuni bandalariga ko'rsatadigan rahmatida taqozo qiladi. Endi Allohning Rahman va Rahimligini ishonib hozirgi zamon odamlarimiz irjoga qarab o'tib ketgan. Ya'niki irjo Robbim o'zi rahim ekan, yetadi mana shu rahmatiga ilashib olaman deydi. Shu bilan hamma ma'siyatni halollab oladi. Alloh Rahman va Rahim ekan deydi. Lekin Alloh buni ham oldin oldiki, Alhamdulillahi Robbil alamin degan bo'lsa, Ar-Rahmanir Rahim, uni keyindan aytayaptiki, Maliki yawmiddin. Hisob kunining podshohi, uni ham unutmaslik kerak. Rahmanir Rahimni bilganingni qilib yurma yana. Chunki hali hisobi bor. Maliki yawmiddin, din ya'ni hisob degani. Yawmiddin hisob kuni. Hisob kunining podshohi ham u zot, shuni unutmagin. Rahmanir Rahimligiga ishonib taltayma yana. Bu zotda hali podshohlik kuni ham keladi. Bu dunyoda Alloh subhanahu va taolo rahmatini ustun qilib qo'ygan bo'lsa, lekin Allohni g'azabi ko'rinadigan bir kun bor. O'sha kunni podshohi faqat Alloh bo'ladi. U qiyomat kuni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shafaat hadisida aytganlaridek, insonlar Allohning bu kunda g'azabidan qochib, hali Odam alayhisalomga, hali Nuhga, hali Ibrohim, hali Musa, Isoga borib, hamma talvasada yurgan paytda hamma payg'ambarlarning aytadigan bir gapi bor. Inna robbi g'aziba al-yawma g'azaban lam yaghdab mithlahu qat va lan yaghdaba mithlahu qat. Bugun Robbim shunday g'azablanganki, oldin unaqa g'azab qilgan emas. Bundan keyin ham bunaqa g'azab qilmaydi. Ya'ni Allohning rahmati ustun, lekin hattoki g'azab degan sifatini ham bir ko'rsatib qo'yish kerak. Ana shu ko'rsatib qo'yiladigan kun qiyomat bo'ladi. Shuning uchun Rahman va Rahimligiga ishonib taltayma, har bir kun bor g'azabi ham ko'rinadigan kun. O'shani hisobiga qarab ish qilgin degani. O'sha kunni podshohi Alloh, Malik, boshqa inson emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida osmonlarni bir qo'lida, yerni bir qo'lida qismlab Anal Malik ayna mulukud dunya deydi. Bugun men podshohman. Qani dunyoning podshohlari bugun? Bu kunda endi mana yawma la yanfa'u malun va la banun. Hech kimga moli ham, bola chaqasi ham, boshqasi ham foyda bermaydigan kun bo'ladi. Shu kunni Alloh subhanahu va taolo Rahman va Rahimligidan keyin eslatib qo'yapti. Mana buni targ'ib va tarhib deyiladi. Ya'ni insonlarni Allohga rag'batlantiriladi. Lekin taltayib ketadigan insonlar bo'lsa qo'rqitiladi. Nabbi ibadi anni anal g'afurur rahim degan bo'lsa, bandalarimga ayting, mag'firatlikman, rahimlikman. Lekin o'z navbatida shunga ishonib faqat taltayish kerakmi? Va anna azabi huval azabul alim degan. Mening azobim alamli azob degan. Shuning uchun Rahman va Rahim sifatidan keyin Maliki yawmiddin keltiryapti. Hisob kunining podshohi. Qur'onga kirishdan oldin ana shu Allohning kimligini tanish kerak. Ibodat qilishdan oldin ham Allohning kimligini tanish kerak.
Bo'lmasam ibodat qilolmaysiz ham, qilsangiz ham dangasalik bilan qilasiz yoki jirkinib qilasiz. Odamlar shunaqa ibodat qilsa ham jirkinib qiladi. Ya'ni malollanib qiladi. Chunki kimga sig'inayotganini bilmaydi. Agar bir dunyoda sharafli, mansabli odamni xizmatini qilishga to'g'ri kelib qolsa, odamlar havas qiladi, gapirib yuradi. Orzu qilaman deydi, shu insonni masalan xizmatini qilishdi deydi. Nega? Chunki o'sha insonni tanigan. Shuni qay darajada buyukligini bilgan, shuning uchun orzu qiladi. U hech dangasalik his qilmaydi uni xizmatini qilishdan. Inson ham iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inga kirishdan oldin, sengagina sig'inamiz deyishdan oldin yuqoridagi ma'nolarni tanib olish kerak. Alloh kim? Robbul alamin kim? Rahmanur Rahim kim? Maliki yawmiddin kim? Bu zotni tanimasizdan turib ibodatingiz tatimaydi. Shuning uchun asli dinning maqsadi bo'lgan ibodat qilinglar degan hukmga kirishishdan oldin Alloh subhanahu va taolo o'zining kimligini tanitadi.